Assalomu alaykum, sizlar bilan Suzumi Gaming va men bugun yangi YouTube kanal ochdim. Aktiv bosib tursanglar, bundan-da qiziqarli videolar qo'yishga harakat qilamiz. Bugun biza invertorni qachon sotganmiz va qanchaga sotganmiz, hozir o'qibtamizmi, shuni video qilishga 3 kun tayyorlandik va nihoyat bugun va bizda shunaqa invertor va biz oddiylardan boshlay qolamiz. Akir qani? Biladi ekan. Xo'sh. Legendarkalarni pastga o'tkazib yuborishligim bo'ladi. Hammasi 50-70 goldlilari, umuman oshmaydigan ba'zilari Legends kolleksiya va boshqalari. Bular bir 2-3 oyda 10 gold o'sib tursa katta gap. Biz arkanaga o'tamiz. Вот это поворот! Va bizda bu arkana 152 gold. Men sizlarga maslahat beraman. Hozir mana bu ikkita agent men arzonligida olib qolinglar va men bu G20 va Twilight olib qolganinglar ancha foydaga kirasizlar. Chunki men buni 110 payt olganman. Hozir 4 ta naklikali kamida 180 ga sotishim ham mumkin. Va keyingisi bizda 57 Venom bo'ladi. Buni narxi ko'pincha oshmaydi. Ozgina tushib ketyapti, to'g'ri. 4 ta naklikali qilib qo'yganman. Oddiy basic naklika bo'lsa ham bo'ladi. Va bizda hammani birinchi bo'ladigan arkanasi Deagle Venator bo'ladi. Ko'pincha odam buni biladi, chunki hamma birinchi arkanasini shu bilan boshlagan bo'ladi. Bizda bu 5 goldga oshdi, lekin bu juda katta ko'rsatkich emas, to'g'ri. Va bu 115 ga chiqqan edi. Lekin buni olmaganinglarni maslahat beraman, chunki juda tushib ketyapti. Va bizda Akimbo'zi bu ham juda qimmat emas. 67 golda 67 Hop, bu ham unchalik ham o'qib bermaydigan narsa. Agar o'ynashga bo'lsa olsanglar bo'ladi, lekin atak o'qib bo'laman degan maqsadda, lekin mana shu Deagle bilan Venator bilan Akimboni tavsiya qilmayman. Keyingi sizda Valve bo'ladi, 4 ta naklikali 200 gold. Stop, biz naklika bilan qimmatroq sotishimiz mumkin. Mana bu naklika qancha turadi? Men olsam naklikaga umuman qaramayman o'zimnikiga, narxiga. Narx qancha endi bularni? Albatta kommentariyada kutib qolaman, narxlarni bitta yozib qoldirasizlar. Va bizda keyingisi M4 NK bo'ladi. Bu ko'pincha ko'p odam olmaydi, chunki bu qimmat va unchalik ham zo'r emas. Undan ko'ra M4 Samurai Statrek olishadi. Ham Statrek ham arkana. Bo'ladi. Bu ham yaxshi. Buni naklikasi 100 goldmi? The Speaks X mi? Subjects X mi? Shu kolleksiyaniki bo'lishi kerak mana shu naklika. Men o'zi Pazapros olaman, sizga maslahat beraman. 2-3 kun kutsanglar ham zato Pazapros olsanglar naklikali tushib qolishi mumkin, yoki arzonga tushib qolishi mumkin. Keyingisida bizda yangi chiqqan SK Lincoln bo'ladi. Bu ham sezonviy naklikasi bilan 4 ta naklika. Shuni ham olishni maslahat beraman, chunki men buni 310 gold paytida olganman. Hozir esa 470-500 ga ham sotsak bo'ladi. Keyingi skinimiz bu Akir Race bo'ladi. Juda ham o'qib bergan menga. Men buni 350 ga yoki 340 ga Pazapros tutganman. Hozir esa 900 ga sotsak ham bo'ladi. Undan oshig'i bilan. Shunda bizda 3x o'q bo'ladi shu sezonning o'zida. Albatta video oxirida qaysi skinlarni olsanglar o'sha o'q bo'lishini aytib o'taman. Va keyingi skinimiz bizda Avam Venom bo'ladi. Ko'pchilik buni olib minusga kirib ketdi, chunki buni chiqqanda 2000 gold edi va hozir 360 goldga tushib ketdi. 360, 370, 380 bo'lyapti bu. Bu narxi ko'tarilib ham qoladi ba'zida, lekin ko'pchilik payt sota olmay qolishi mumkin. Keyingisi bizda 100 hologram bo'ladi. Narxi oshib ketayotgan bo'ladi, chunki bunda
5 или 4 ta slotdan keyin уже narxi 8 gold bo'ladi. Bu ham juda zo'r USP bo'ladi. Mana shaxsan o'zimniki 4 ta nakleykali va keyingi sizda vermilion, buni narxi 2400 bo'ladi. Va menda nakleyka necha gold bu? Zo'r nakleyka, lekin necha goldligini bilmayman. Buni o'zi menga sovg'a qilishgan. Men hech nimam yo'qligida faqat vermilion sovg'a qilishgan menga. 003 ga olganman. O'zimni tanishlarim sovg'a qilishgan. Lekin nakleyka qancha turardi bu? Hozirlar bilan nakleykani ham ko'ramiz qancha turishini. 15 goldcha bo'lsa kerak. 16, 20 gold, 40 gold. Arkana bo'lib chiqmasa bo'ldi 1000 goldlik. Или 2000 goldlik donasi. Nihoya be! 230 gold shunda 4 tasi почти 1000 gold bo'ldimi? Va bu vashcha o'kibku bu. Hozir menda tем более vermilionga zo'r tushgan. Demak, bemalol 3000 ga qo'ysa 2-3 kunda kelishi aniq. Oh my god! Wow! Va shunda menga vashcha plusku, menga tем более 003 ga kelgan bo'lsa, ham 3000 ga sotsam, wow! Mana bu o'kib deydi do'stlar. Wow! Vashcha zo'r lekin bor. O'kibni eng zo'ri mashi bo'ldi lekin. Hozir narxi yaqinda 2500 ga chiqsa, keyin 3200 ga ham qo'ysak bo'ladi. Yaxshi sotiladi, chunki ham gold nakleyka bo'lgani uchun vermilion statrekka ayniqsa tushadi. Va bizda smokeri bu narx hozirda tushib ketyapti. Maslahatim buni ham olinglar, chunki 55-60 kutilyapti hozir yangi sezon chiqishidan keyin. Va bizda front glow bo'ladi. Bu 1800 ga chiqib qoladi yaqinda. O'zim 1500 ga olganman. Bu ham bir o'kib emas, to'g'ri, foydaga kirmaganman. No, zararda emasman ancha. Keyingisi race. Sizlarga eng tavsiya beradiganim agent bo'yicha race'ni olinglar. Chunki men buni 1300 ga pazaprosi tutib olganman. Hozir esa 1900 ga sotsanglar bo'ladi smelo. Bu degani o'kib уже bir 500 gold o'kibdamiz. Va keyingisi bizda agent Lincoln bo'ladi, 8 gold. Buni ham olsanglar maslahat beraman. Paslatib 8 turibdi, sotib olsanglar ham bo'ladi. Chunki bu yaqinda oshadigan, 1000 ga chiqadigan agent va keyingi sezonlarda oshib boraveradi. Chunki eng arzon agent shu bo'ladi va qolgan 2300 va 3000 turadigan agentlardan ba'zilaridan chiroyli. Va bizda nojimiz to'rim bo'ladi, karminka. 2000 gold turadi bu. Men ham 1800 ga olganman, to'g'ri halcha o'kibda emasman. Bu yerda hammasi bir 5 oy, 6 oy oldin olingan skilllar. To'g'ri, ba'zilari yangi kolleksiyaniki yaqinda olingan. Chunki men analizu bilaman. Menga aytishgan, chunki qaysi orужиялар o'kibga chiqishiga, o'shanga hozir o'sha olgan orужияларым hammasida o'kibman. Masalan, men 900, men 700 paytimi olganman. Juda ham hamma shu sezon, masalan 9 years bilan Division kolleksiyada men juda ham ko'p plusdaman. Men bu akkauntga 8900 yoki 9000 9k galda donat qilganman va akar vermlar menga sovg'aga kelgan. Hammasi qancha bo'ldi bitta ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Va biza bu invertarni sotib, ya'ni qizil setni sotib, hamma narsani qoldirib, faqat agent race qoldirib, mana bu setga alishtirmoqchimiz, ya'ni gold skinlarga 1dan 10 gacha baho berasizlar albatta. Bizda hamma turdagi skin bor. Masalan M40 ga bloom bo'ladi. Bu 8 goldli skin bo'ladi.
va bizga SK ga Treasure Hunter ya'ni TH bo'ladi. Akarga ham Treasure Hunter ya'ni TH bo'ladi. Bunga ham juda past zaпрос turibdi. 6.5 ga qilsak tez kelishi mumkin. Va bizda M4 da 1250 goldga 4 ta nakleykalar turgan ekan. Va bizda bu ham gold. Bizda wow keyingisi bundan qimmatini olgim kelmadi. Bu ham narx oshayotgan val bo'ladi. 60 ga tushdi, bilgan bo'lsanglar. Shu yaqin vaqtda. Va bizda keyingisi Famas Fury bo'ladi. Bu ham 510 ga tushdi, keyin 50 gold ko'tarildi yana. Ko'p narsani biz ko'rmayapmiz. Narxi ko'tarilayotganda. Keyingi bizda ikkita noj bo'ladi, stiletto bilan babichka bo'ladi, Viper Legacy. Ikkalasi ham gold bo'lgani uchun ikkalasini tanladim. Ular uchun perchatka esa utility perchatkamiz bo'ladi. Uning narxi 620-630 atrofida bo'ladi. Va sizlar aytishingiz mumkin, Champion kolleksiyadagi yangi chiqqanini olsang bo'lmaydimi desanglar mumkin. Lekin bu bo'lmaydi, chunki bu seriya aralashgani uchun meni nojlarimga va taxalarimga tushmay qolishi mumkin ekan. Va bizda AVM tanladim, chunki gold topolmadim. Goldga yaqin shu GRni topdim. Endi bilasizlar, gold AVM qancha turishini. Va keyin bizda bu yerda oddiy skilllar va sizlarga bittasidan so'rayman. Mana P90 ga samuray tanladim. Narxi 100 gold. Примерно zo'r menga yoqdi, to'g'ri. Gold skin topolmaganim uchun shu samuray tanladim. Agar sizlar goldga yaqin bo'lgan skinni topsanglar, albatta kommentga yozaveringlar. Qolganini ko'rsanglar bo'ladi. Oddiy skilllar va bizda Morgan Deagle'ni tanladim. 200 goldli. Bu ham goldga tortgani uchun. Va bizda P90 P350 bor. 100 pik va Adamni statrekini olmadim, chunki statrek sizda shtursham chiroyli bo'lgani uchun. Va bizda shular edi. Xudo xolasa setni alishtirishga harakat qilamiz. Gold setga hali bundan ham ko'p anaqalar qo'shamiz, skilllar. Masalan, Mag 10 ga ham skin bor, to'g'riligini qimmat ekan. Bu men 30 goldligini vaqtinchalik tanlab turdim. Keyinchalik xudo xolasa birga erishamiz hammasiga, 1000 goldlilarga. Hozir bu setni sotsam menga 9600 yoki 10000 gold tushyapti. Men bu tanlab qo'ygan narsalarim esa 15000 goldga tushyapti. Sizlar bilan shu yaqin orada shu narsalarni sotib, sizlar bilan xudo xolasa mana shu setga erishamiz. Albatta like bilan podдержка ayamanglar. Yangi akkauntga podдержка kerak. Bilasizlar, bepul podpiska, bepul like. Bitta qizartirib qo'ysanglar, sizlardan hech nima ketmaydi. Va biza mana ko'rdinglar akkauntni. Agar kim qizil set qilmoqchi bo'lsa, mana shunaqa akkaunt qilasizlar. Agar gold kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. 12000 dan 100 gold chiqarib beramiz. Va shuni aytmoqchimanki, sizlar bilan erishmoqchiman. Agar kimda imkoniyati bo'lsa, gold bilan yordamlashib yuborasizlar degan umiddaman. Va kim agar gold bilan yordam bera olmasa, albatta podpiska va like bilan yordam berishingiz mumkin. Va mana ekranda chiqib turgan skilllarni sotsangiz bo'ladi. Agar kimda imkon bo'lsa, xudo xolasa bundan ham zo'r kontentlar qilamiz. Albatta ideyalarimiz ko'p. Yaqinda video chiqaramiz. Agar aktiv bomba qilsanglar, bir kunda ham 2 ta video chiqarishga harakat qilamiz, albatta. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiskani ayamaysizlar. Va agar iloji bo'lsa, skinni ham sotsanglar bo'ladi. Bu menga yordam bo'ladi, конечно. Keyingi videomizda kim sotib olganlarini ham qo'yamiz. Va sizlar bilan Suzumi Gaming podpiskani ayamaysizlar va rahmat, salomat bo'linglar.